Meni erim sizga podpiska tashlagan ekan, iltimos qilaman, bloklab tashlang jon opajon deb dayretimga SMS kelibdi. Xayolimga birinchi kelgan savol, men ham eringiz bilan men gaplashyapmanmikan deb savol berdim. Ana shundan keyin menga bu narsalar odatiy holga aylandi. Agar siz ham meni o'rnimda bo'lganingizda xuddi shunaqa qilgan bo'larmidingiz, kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. To'g'risini aytaman, Instagram yurgizishni umuman bilmas edim. Obunam u paytda menimcha 5000 ta yoki 6000 ta edi. Shuncha 6000 ta ichida men sizni eringizni tanimayman desam, profilini rasmga olib menga tashlab, iltimos qilaman jon opajon bloklab tashlang deb bloklab tashladim. Screenshot qilib tashladim. Ko'ningiz joyiga tushdimi desam, rahmat opajon, bolalaringizni rohatini ko'ring, niyatingizga yeting deb duo qilib. Qizni menga aytgan eng yomon xunuk gapi, men ham sizga obuna bo'lganman, sizni kuzatyapman, eringiz yo'q ekan opajon dedi. Ajrashgan eri yo'q ayollar ko'payib ketgan, erim rosa ham sevaman-da, qizg'onaman, to'g'ri tushuning opajon dedi. Men 7 yil umrimni mana shu farzandlarimni yaxshi yedirib, yaxshi kiyintirib, uy-joy qilay deb harakatda bo'lsam, bu qizning gapini qaranglar. Ko'ngli qing'ir mog'or bosib ketgan qiz meni kuzatishda ham xato qiladi deb bloklab tashladi. Alhamdulillah, hozir esa turmushim bor, o'zim obunachim bilan oila qurganman. Xo'jayinim bilan qanday uchrashib, tanishib, shartlashganim qiziq bo'lsa, kommentariyaga davomi deb yozib ketinglar.